La Ligada navbatdagi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Real Sociedad o'z maydonida La Liga peshqadami Barselonani qabul qildi va Barselona kutilmaganda mag'lubiyatga uchradi do'stlar. 2-1 hisobida va Barselonadagi katta yo'qotish Rafinha jarohat olib safdan chiqqan edi va Flik risk qilgisi kelmadi va Rafinhaga dam berishga qaror qildi. Barselona bu o'yinda ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'yin tomonlama Barselona ustunlik qildi. O'yin tomonlama Barselona Real Sociedaddan ustunroq edi, lekin Real Sociedad o'z imkoniyatlaridan ajoyib foydalanib, ajoyib gollar urishga erishdi. Barselona Real Sociedad darvozasiga 14 ta zarba yo'llab, shulardan 9 tasi aniq va 8 ta seyf Remiro hisobiga yozildi. Real Sociedad darvozaboniga ajoyib o'yin ko'rsatdi bu o'yinda Real Sociedad darvozaboni va klubini muqarrar mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Lamine Yamal bu o'yinda alohida ajralib turdi, ajoyib paslari bilan va Barselonada yakunlovchi topilmadi gol urishga. Barselonada aniq borgan zarbalarni ham Remiro devor vazifasini o'tab berdi va klubini muqarrar mag'lubiyatdan qutqarib qoldi va klubiga 3 ochko olib keldi do'stlar. Barselona bu yo'qotishdan keyin Real Madridni yaqinlashtirib oldi va oradagi farq 1 ochkoni tashkil etadi endi. La Ligada yana intriga qaytmoqda do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting, qiziqarli videolar hali oldinda.